Assalomu alaykum. Men ismim Tursunov Xurshidbek. Aloqa Venture fondida loyiha menejeri bo'lib ishlayman. Agar siz ham o'z startapingizni boshlamoqchi bo'lsangiz va qayerdan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, men sizga 5 ta film va teleseriallarni tavsiya qilaman. Birinchisi bu Social Network, startap olamidagi eng kultviy filmlardan biri bo'lib, Facebook kompaniyasini qanday qilib tashkil topganligini, to'liq tarixini o'rganishingiz mumkin. Ikkinchisi bu serial Silicon Valley deb ataladi. Bu o'sha Kremniy vodiysida qanday qilib startaplar vujudga keladi va yashab qoladi, qanday qilib investitsiya tortib to o'zini shu oxirgi IPO darajasiga chiqqunigacha bo'lgan siklni to'liq ko'rsatib bergan. Uchinchisi bu We Crashed teleseriali. Bu o'sha startapni qanday qilib paydo bo'lishidan to o'zini pikiga chiqib sabab bo'ladigan faktorlar haqida ma'lumot olsangiz bo'ladi. To'rtinchisi bu Steve Jobs Apple kompaniyasini qanday qilib tashkil topgani, uni tashkil etilishida boshlanishidagi qiyinchiliklar, u bosib o'tgan uzoq va qiyin yo'l haqida juda to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Beshinchisi bu ko'proq biznes boshlamoqchi bo'lganlarga ham to'g'ri keladi. Bu founder McDonald's kompaniyasini qanday qilib tashkil topgani, uni bosib o'tgan yo'li va uni hozirgi kundagi pozitsiyasini qanday qilib mustahkamlagani haqida to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Agarda O'zbekiston hamda dunyo startap venture ekotizimi haqida ko'proq ma'lumotlarni olishni xohlasangiz, quyida keltirilgan bizni ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling.